Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana o'zining eng tezkor yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. UEFA Chempionlar Ligasining 5-turida Josep Gvardiola boshqaruvidagi Manchester City Etihadda Bundesliganing Bayer klubini qabul qilib 2-0 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Mazkur uchrashuvni o'zbekistonlik milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda boshladi va 65 daqiqada almashtirildi. Uning ushbu o'yindagi harakatlari uchun turli xil portallar jamoadoshlariga nisbatan yuqori balga loyiq ko'rdi. Futbolchimizning Fatma vakilimizni 7-0 balga loyiq ko'rgan bo'lsa, Sofascore portali Husanovga 6-7 ball qo'ydi. Bundan tashqari yana bir mashhur nashrlardan biri hisoblangan Flashcore sayti esa hamyurtimizga 7-4 ball berdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu ballar Cityning qolgan futbolchilariga qaraganda yuqori hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, shaharliklar navbatdagi uchrashuvni 29-noyabr kuni Leedsga qarshi o'tkazadi. Bu paytda bo'lsa Josep Gvardiola Bayerndan uchralgan mag'lubiyatga izoh berdi va hamyurtimizni ushbu mag'lubiyatda qisman aybdor deb topdi. Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 5-turida Manchester City o'z maydonida Bayernga 0-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvdan keyin shaharliklar bosh murabbiyi Josep Gvardiola ushbu uchrashuv haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Jamoaning o'yiniga chiqmagani haqida: Juda ko'p o'zgarish bo'ldi. Uzoq mavsum davomida har 2-3 kunda o'yin o'tkazildi. Shuning uchun barcha futbolchilar ishtirok etishi kerak. Balki bu gal o'zgarishlar haddan ziyod ko'p bo'ldi. Natija ham shundan darak beradi. O'yinchilar xato qilmaslikka harakat qilishdi, lekin kerak bo'lgan ishni qilishmadi. Agar sen xatodan qochishni qo'ylasang, na erkin bo'lasan, na to'p bilan, na to'psiz yaxshi o'ynaysan. Gvardiolaning ta'kidlashicha, jamoa raqibga yetarlicha bosim o'tkaza olmagan. Biz imkoniyatga ega bo'ldik, ammo yetarlicha agressiv o'ynamadik. Bayer juda kuchli jamoa, ularning g'alaba bilan tabriklayman. Men barcha xatolar uchun mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Hammani o'yiniga jalb qilgim kelmadi, ammo 3-6 ta o'yinda maydonga tushmagan futbolchi uchun bu oson emas. Balki bu safar ortiqcha bo'lgandir. Tarkibdagi o'zgarishlar haqida: katta jamoada o'ynasang o'zingni ko'rsatishing kerak. Zaxirada tushganlar ham xuddi shunday holatda edi. Biz ko'p muvozanatni yo'qotdik, zarbalarimizni qaytarildi. Raqib jamoa esa yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Har doim maydonga tushishdan oldin futbolchilar bo'lganda yangi tushgan o'yinchilar o'zini ko'proq erkin his qilardi. Ba'zan hammani o'yiniga qo'shkim keladi, lekin bu har doim to'g'ri qaror emas. O'yin oldi rejalari haqida: men Bayernga qarshi o'yinda bahsdan oldin shunday o'ylagan edim. Uy o'yini Chempionlar Ligasida yaxshi holatda emas. Bir sinab ko'ramiz. Biroq reja o'ziga yarasha samara bermasa, endilikda bu xatodan to'g'ri xulosa chiqaramiz. Hozir ortiqcha emotsiyalarga berilmaymiz. Boshimizni ortiqcha gap so'zdan tozalaymiz va keyingi raqib Leedsga tayyorlanamiz deb aytib o'tgan bosh murabbiy Josep Gvardiola. Qadrli do'stlar, aynan Josep Gvardiola bu gapi bilan isman hammani xatolari to'g'risida gapirdi, ammo mana shu yerda hamyurtimiz yaqinda jarohatdan tiklanib, endigina safga qaytgani va uning o'yini chiqmagani, pressingda yaxshi qatnashmagani to'g'risida fikr bildirgan. Albatta do'stlar, hamyurtimizga nima bo'lganda ham omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.